nimadir qilish kerak, pul topish kerak. Pulsiz harobatim yo'q, senga o'zim kerak. Sayfalxonmi? Shohruxxon. Nima farqi bor? Ikkalasi ham hidchak-ku. Siz aktyor-a? Aktyor, xonanda har xil. Siz qo'shiqda aytganmisiz? Munchalar zo'rsan, qandaysan, yaxshimisan, zo'rmisanmi? Munchalar zo'rsan, okey? Ha, o'sha qo'shiqda. Lekin men sizni fanatizman. Hamma qo'shig'ingizni bilaman. Qarang, men hammadan 5000 so'rayman-da, lekin sizdan 5000 so'ramayman, sizni yaxshi ko'raman. Menga nomeringizni bering, aka-uka bo'lib telefonlashib yurardik. Bo'pti, yozib oling. Nechi? 90lik. Belinimi? Ha, bo'ldi. Qarang, men sizni hadeb bezovta qilmayman telefon qilib. Men sizni tushunaman, siz ishli odam. Men bir bekorchi-da. Mayli, aka. Bo'pti, xo'p. Ya, o'zi ha? Kimga aytayapsan ha? Zo'r bo'laysan. Babosh, men Shohruxxon bilan gaplashdim. Aka-uka tutindik. O'zingchi qayerdan gaplashasan? Nomeri bor ish. Telefon qilaymi? Qil. Ishonmayapsan ha? Yo'q. Mana. Zo'r. Alo. Shohruxxon qalaysiz? Men Akmal Farfarman. Tanidim, aka, nima xizmat? O'zim ha? Shohruxxon. Ha, o'zim. O'zimi? O'zi? Ishondingmi? Shohruxxon. Kerak menga Shohruxxondek do'st kerak. O Sherbosh, baxka. Men Shohruxxon bilan gaplashdim. Allaysan, mashinniksan. Ya, ishonmaydi. Nomerini oldim, ishonlasanmi? Telefon qilaman. Qil. O'tir. Alo. Shohruxxon qalaysan, o'rtoq? Ha, rahmat. O'rtoq. Men bezda qilmadim, o'rtoq. Menga ani qo'shig'ini aytib ber. Hozir qo'shiq aytolmayman hozir. Kech payt aytib bersam bo'lmaydimi? O'zimi? Yana nima kerak? Apami to'yga kelsa? Mana apasini to'yini o'tkazib berasanmi? Pullarni kelishib olsak, boraman. Jo'ra mendan pul so'rayapsanmi? Mayli. Bir yo'lini qilarmiz. Ko'rdingmi? Apajoning to'yini shunday o'tkazsin. Rahmat, jo'ra. Mana obro'yimni ko'rdingmi? Obro'y zo'r. Молодец. Hey, qilibsan. Video vizitan qilaymi? Qilma, soqollarimni olib keldim, jo'ra. Mana ketar bashara ishonsin, ishonmayapti-da. Men oldin vizitan qilay, ko'tarsin. Xo'p. Alo. Shohruxxon qalaysan? Jo'ra video vizitan qilaman, ko'tarib ol. Soatga qaramaysanmi? Uxlaylu. Ya o'zingizda bo'lib qopti. Ikkita qo'shiq aytib o'zingizda bo'lib qopti bu. Menga qara, men senga aytganman, odamlarni aldama, musulkachi. Allagani yo'q, bu yaxshi odam bu. Apam to'yga bordi, Gutekinga. Bu bordi. Sanab soat 3 ta telefon qilding-da, jo'ra. Men soat 5 ta qilganimda ham ko'targanda da degan-ku. Menga qara, sen ikkalangan bo'lku, shu musulkachi aytsa ishonaverasan, aldaydi bu har doim. Allagani yo'q, men ko'rdim. Mana shu chortni oldida parod qildi-da, shuni oldida parod qildi. Men o'char menga nomerini, umuman hayotimdan ham o'char. Buni kim qo'shiqchi qilgan? Bu ovozi ham yo'q-ku. Qilaymi, men gaplashib. Ya baqa ber Shohruxxonmi? Senga nima kerak? Sen Majnun to'lqanlar menga ustimdan kulma. Zebnuso, buni olib ket.